va to'y shodiyonasini begin badiiy sahnasidan o'rin egallab oqshom bezagiga aylangan kuyov to'ramizni oilalarini, qadrdon do'stlarini, kollektivlarini orzu-istaklarga munosib ravishda taklif etilgan Beshariq tumanimiz shahrimizning latif farzandi, xushovozi xonanda, 5 nafar mohir sozanda bilan jonli soz, jonli ovozda xalqimizga xizmat qilib kelayotgan. Yaqin kunlarda esa premyera qo'shiqlari, mualliflik tanlovlari ham taqdim etilib, ko'pgina insonlar qalblariga ilig'lik va xushnudlik olib kelgan Ulug'bekjon Abdurahmonov boshli san'at ahli bugun mana shu mualliflik qo'shig'imiz bilan to'y mehmonimiz kelin hamda kuyovga baxtlashib, go'zal niyat tariqasida ijro etamiz. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, xushkelibsizlar. Ko'chonim baxtli bo'ling, sen farzand bo'ling. Mana shu yerga Bekjon aka va tashrif buyurganmiz, Xudo xolasa hammaga ashqi keltirimiz to'ylar qutlug' bo'lsin. Qo'shig'imiz yoqadi degan umidamiz sizlarga, Xudo xolasa. Baxtli bo'ling, ko'chonim, sen farzand bo'linglar. Ama sezdirmay Cümgina sog'inib yaşayveramiz Sog'inch degan yukni qalbga ortmama Yo'llar ayro bizlar ketdik har taraf Olinchoq suratga kunda bir qarab Cümgina sog'inib yaşayveramiz Sensiz aciz Bu dertni almakta hatta dost başız Görüşüp olsak ham endi ko'z ochiz Jimgina sog'inib yashayveramiz Bir-biriga tashlab ayronli bo'lib Sabrning kosasi ketsa ham to'lib Yurakning qalbim tushirmas siri to'lib Jimgina sog'inib yashayveramiz Achib qismat bizga berilgan sinov Hademay sochimiz silaydi turov Birovlar bilmasin turov Jimgina sog'inib yashayveramiz Achib qismat bizga berilgan sinov Hademay sochimiz silaydi turov Birovlar bilmasin turov Jimgina sog'inib yashayveramiz Açık kısmet bizga berilgan sinov Yaxshi gaplarimiz rahmat E'tibor qaratganlar, dildan diylagan mehmonlariga ijodiy guruh rahmati bor.